Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Bunaqangi bir tabobatni durdonalarini, Namanganimizning faxrlarini juda kam ko'rasizlar jamlanganini, chunki bular har doim ish bilan ovora bo'lishadi. 1 yil oldin, ozgina kam 1 yil oldin tabobat qirollari ko'rsatuvida ko'rsatgan mana shu Namanganimizni oqsoqol, juda ham bir hurmatli tabib, tabobat yo'lida xalq xizmatida yurgan otaxonlar, akaxonlarimizni yana bir bor bir to'plashlikka muvaffaq bo'lindi va mana shu fursatdan foydalanib sizlarni birma-bir tanishtirishga harakat qilamiz va faoliyatlari to'g'risida va albatta videoni ostiga nima savollar bo'lsa izohlarda qoldirsanglar, inshaalloh qanaqangi bir sog'liqdagi muammolar bo'lsa, albatta shunga nima qilishadi, maslahatlarni berishadi, yordamlarini qilishadi degan umiddamiz. Biz Namangan shahridamiz. Namanganimizni shu tabobat qirollarini yana bir ikkinchi marta yig'ilishlarni sizlarga taqdim qilamiz. Xo'p. Mana Yusufxon akamlar borlar. Yusufxon akamlarning gaplarini bo'ldim, aytdim, ko'pchilikka nasihat qiladigan ilmlik, juda ham bir olim kishi. Aytdim, video qilaylik, shuni deb iltimos qildim. Videoda shu nasihatingizni davom ettiraverasiz dedim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Endi mana shu yig'ilishlar to'g'risida va o'zingizni bir xalqimizga qanaqadir nasihatlaringiz bo'lsa, marhamat, endi albatta bir mikrofon tutdik sizga, shuni gapirsangiz. Rahmat. Endi mana shu biz o'tirishimizdan maqsad hammalari tabobat ahlini xalqqa manfaati yetib turgan tabiblarimiz, shahrimizni, viloyatimiz tabiblari o'tirishibdi. Biz shu tabobatga biz muxlismiz. Shunga ishqibozmiz. Demakki, tabobat deylar, bu din ilmini qancha bilsangiz, shariat ilmini qancha bilsangiz, tabobat ilmini ham bilishingiz farz degan joyda bor ekanda. Shuning uchun biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, agar jamiyatga manfaatimiz yetadigan bo'lsa, sog'lom bo'lsakkina yetadi-da. Nimaiki, baxt deylar 10 qism bo'lsa, o baxtning 10 qismi, 9 qismi salomatlikda ekan. Bir qismi ilmda, hunarda, g'ayratda ekanda. Shuning uchun biz salomat bo'lsak, jamiyatimizga ko'proq manfaatimiz tegadi. Shuning uchun biz yoshlarimizni ham o'sha salomatliklariga yoshlikdan e'tibor berib, jamiyatimizni taraqqiyotiga, ilm fanni rivojiga salomat yoshlarimizgina manfaat ko'rsatadi xolos. Biz davlatimiz o'sha oldingi sahnalarga chiqish uchun albatta aqlli, zukko, dono, salomat, sog'lom yoshlarimiz davlatimizni o'sha farovonlikka olib chiqadi. Shuning uchun o'sha ho qarinimiz bo'lsin, ho yoshimiz bo'lsin, tabobat ilmidan ozmi, ko'pmi biz xabardor bo'lishimiz kerak. Mana shu tabiblarni aytgan gaplarga tabib deydi, habib deydi, do'st deydi, tabib mahram deydi. Demak, tabibni aytganini qilsak, biz salomatligimizni o'sha asrab turar ekanmiz. Demakki, agar bitta oilada bitta kasal bo'lsa, o'sha oilaning tinchini buzadi-da. Shuning uchun biz yoshlarga, kattalarimizga ham bir joyimiz ozgina og'rib qolsa, to u katta bo'lib bir oxirgi haligi skoriy chaqiradigan buguncha bo'lmasdan salomatligimizga ko'proq e'tibor bersak degan bir yoshlarga bir mana bir nasihatim shu kattalarga. Qolgani mana buni tabobat ahllaridan, tabiblarimizdan eshitamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu yerda ko'pchiliginglar taniysizlar va tanimaydiganlaringlar bor, chunki ko'plari video qilaylik desangiz shunaqangi kamtarlik qilishadigan, meni ishim ko'p deyishadi, faqatgina shu xalq xizmati bilan ovora bo'lishadi. Endi bu yerda mana hech qayerga ketisha olmaydi. Bir tomon suv, sakrab bo'lmaydi. Bir tomonda o'zim turib oldim. Endi bir chekkadan shu bularga so'z berib, inshaalloh bularni
bir chiroyli durdona bir maslahatlarini, nasihatlarini olishlikka imkoniyat bo'ldi. Bu yerda ko'pchilik tanigan Umarxon akamiz ham borlar. Umarxon akamizni ham shijoatlari yaxshi, yaxshi mutaxassislar ko'pchilik duo qilyapti, manfaatlanyapti. Bir chekkadan boshlaymiz. Usmon aka, kimdan boshlaymiz endi bu yerda? Bay Tohir akadan boshlaylik. Ina Umarxonga ikki og'iz xalqimizga, jamiyatimizga ha. Qo'lingizda turib gapiraverasiz, shu mikrofon endi. Manda boshlayman. Farqi yo'q, qanday boshlasangiz ham ovoz boraveradi. Assalomu alaykum azizlar. Mana bir Alloh xalqqa solgan ish bilan Mana shunda turasiz, qo'lingizda turasiz. Gapiravering, bizga qarab gapiravering. shu tabobatga qiziqib ko'p yillardan beri shunga qiziqib kelyapmiz. Mana qolaversa buni qiziqishimga sababchi bo'lgan o'sha qadimda SSR vaqtida Sirosh Mahsum degan tabib bo'lganlar. U kishining o'g'li bizga zavodga qo'limizga kontrol bo'lib ishga kirganlar. Shundan keyin u kishining otasidagi bo'lgan hikoyalarni eshitgandan keyin tabobatga qiziqish uyg'ongan. Mana shu choqqacha shug'ullanib kelyapmiz. Ulardan kam bo'lgan narsani mana hozir ustozimiz Ergash akadan o'rganib kelyapmiz. Xo'p. Endi qanaqa sohalarda ishlayotganimiz bo'lsa, asosan xirurgik bo'lmagan kasallikni davolab kelyapmiz. Bu yerda mana ko'proq erkaklar mana prostata bezi shikoyati, jinsiy ojizlik, mana ayollarda befarzandlik, mana shu holatlari. Keyin mana ko'pchilikni mana xayoliga kelmaydigan narsa insonlarda vujudida bo'ladigan ishqoriylik darajasi va nordonlik kislotность deymiz. Shuni oshib ketishi, shuni normaga keltirish, ichak kasalliklarini, oshqozon kasalligini yo'lga solish bilan aniqlanadi. Asosan tanlanadigan narsalarimiz dorivor giyohlardan. Xo'p, bu yerda endi mana tirik suv degan narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Bu tirik suvning vazifasi nima desa, shu qanaqadir ikkita elektrod bilan 1 soat davomida tayyorlanadi. Suvni molekulyar holatda ikkiga bo'lib beradi-da, bir tomoni ishqoriylik, bir tomoni kislotni. Haligi odamdan agar nordonlik kislotni ko'payib ketgan bo'lsa, ishqoriy tirik suvni beramiz. Nordonlik ozayib ketgan bo'lsa, nariga o'sha nordonligini beramiz. Maqsad odamda 4 ta xilt deymiz. Shu 4 ta xilt normal mo'tadil bo'lsa, kasallik bo'lmas ekan. Agar mana yoshlarni eslasak, 14-13 yoshgacha bolalar g'o'ra yeyaveradi, to'ymaydi. Nimaga? Organizmda ishqoriylik kuchayib ketgan. Uni g'o'ra bilan u normal ketadi. Yosh o'sgandan keyin nordonlik ko'payib ketyapti-da, ishqoriylik yetishmasdan odamda charchoqlik, holatlar bor. Mana shu narsalarni tomirdan tekshirib, keyin tirnoq tablitsalari bor, bioramka deymiz, shularni tekshirganda ayniq iloji boricha ayniq tashxis qo'yib bir samarali davolash shu maqsad qilib qo'yganmiz. Mana endi ko'pchilik rak kasali, saraton kasalliklar to'g'risida vrachlar qo'rqitib, boshqa qilib, sen tuzalmaysan, boshqa deydi. Shu birodarlarimiz agar shu boshlang'ich holatda bo'lsa, kelishsa marhamat, men ularga faqat yo'llanma berib kitobdagi isbotlangan narsalarni ko'rsataman xolos. Shu bilan o'zlari maqsad muvaffaqiyatli davolashlar mumkin. Juda yaxshi. Hoji aka, ismingizni va manzilingizni aytib qo'ysangiz, telefon raqamingizni ham og'zaki aytib qo'ysangiz, keyin men nimaga ham yozib qo'yaman sarlavhaga. Ismim Qosimov Tohirjon Xo'jaobodda. Xo'p, manzilimiz mana shu Qodir Mamarasul ko'chasi, mana katta jome masjid yo'li. Namanganda G'ishko'proq daxilsi. Xo'p, telefonimiz 93 nomer 496 04 79. Shu Barakat toping. Yaxshi. Barakat toping deyman. Sizga ham rahmat. Umarxon qani siz ham ikki og'iz. Ana endi hammalariga 5 minutdan vaqt beramiz. Chunki bulardagi ilmni 3 kun, 4 kun, 5 kun gapirsa ham to'xtamaydi. Chunki ilm yaxshi, tabobat ilmini obdon mukammal o'rganishgan. Umarxon aka, sizni ko'p eshitganmiz. Bu davrada ham eshitsak, yana ham bir fayzli bo'ladi. Jigar haqida. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bu buyuk olimlarimiz nima deyapti? Qisqaroq gapiradigan bo'lsak, kelajak meditsinasi xalq tabobatida deyapti. Kelajak meditsinasi xalq tabobati degani bu, ya'ni tabiat. Tabiatdan biz juda ham oxirgi paytlarda butun dunyo endi hamma endi bundan 50 yil, 100 yil davrimiz tabiatdan juda uzoqlashib ketdik. Hozir endi
mana rahbarimizni anaqasi bilan, harakatlari bilan 2018-yil prezident qarori chiqdi. Buni ham hamma har xil shu to'g'ri qabul qilishdi. Xalq tabobatini rivojlantirish to'g'risida chora-tadbirlar to'g'risida qaror chiqdi. Bu qarorga asosan bizga juda katta yo'l ochildi. Xalq tabobatini rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi bu qaror. Endi mana hozir bu bizni ustozlarimiz aytgan, bu doim gapiramiz, xalq tabobati Gapiravering siz. Aha. Mana bundoq qilib qisarib qo'yaman. ha, mayli. Endi esti yaxshi-da. Siz mana Usmon aka ustoz to'g'ri gapirdilar, bu kishi olim odamlar. Tan ilmini bilmay turib, shunda endi yozilgan joylari bor. Alixon To'ra Hazrat shunday deganlar. Din ilmini qandoq bilsa, har bir musulmon tan ilmini shundoq bilish shartda endi. Farzdir deganlar o'sha. Shu gapni Alixon To'ra Sog'oniy Hazrat kitoblarimda bor. Bu degani bu tabiatdan foydalanish. Tabiat Alloh yaratgan narsalardan barcha foydalanishi mumkin. Endi to'g'ri hozir ba'zi bir odamlar aytadi, bu rivojlangan meditsina deydi. Endi rivojlangan meditsina haqiqatda bugungi unga teng keladigan narsa yo'qdir, lekin Xudo yaratgan narsaga hech narsa teng kela olmaydi. Alloh yaratgan narsa mo'jizalar oyog'imiz ostida turibdi. Masalan, meni o'zimni ana ko'pchilik taniydi. Umarxon tabib Namangan deb yozsa YouTube'da ham chiqaman. Telefon nomerlarim 642 95 36 bor. Bemalol murojaat qilib, endi bu Namangan xalq tabobatini endi yaxshiligini, rivojlanganini mana Yujniy Saxalin dunyoning nari chekkasidan odam kelyapti. Falonchi tuzalgan ekan, menga ham dori bering deb keldi-da shu. Ko'rsalar ular ham xursand bo'ladi. Rahmat. Endi o'zimizni oyog'imiz ostida-da nazar pisand qilmay qo'yishimiz bu xatoda. Harakatlar. Shuning uchun bemalol Alloh shifo topsin hammasi, shifo Allohdan biz sabab bo'lib qolamiz. Bu tabiblar hamma qilayotgan mehnatda shifo. Bu yerdagi Sizga beraman. So'zni sizga beraman. So'zni sizga beraman. Singan chiqqan xirurgiya ishlardan boshqa hammasiga Biz jigar serroz, juda ham nochor holatda keladi. Yana bitta narsani bilib qo'yish kerak. Bor. Xalq tabobati bu tabiblarimizga murojaat qilayotgan yoki menga ham murojaat qilayotgan odamlari 100% hisoblasak 110% juda ham kech kelishadi. Oxirgi chora qolganda keyin kelishyapti. Ertaroq yaxshi bo'ladi. yaxshi. Tushunarli, rahmat, baraka toping. Ishlaringizga rivojlansin aka. Mayli, hamma shifo topsin. Keyingilar, ha. Kimga beramiz? Boqijon akaga bir qara. Boqijon hoji akaga beramiz. Unda qistarib oling. Men baqim davom etaman. Ha. Bu. Sirka choponda o'zingiz boshlarkansiz. Taniysizlar bu akani? Karvon. Bo'ldi gapiraman. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Karvon tabib desa ham bo'ladi, sirka chopon desa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Hammanaga shodlik. Unda qistarib olavering mikrofonni. Hammanaga shodlik tilaymiz. Amin. O'zim ham shaqqa o'tib olaman. Namongan ahli ustozlarimiz bu yerga yig'ilishgan. Shuning oldida bizga so'z tegib qolibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men o'zim sirka va ochiq to'g'ri yo'nalishida odamlarni davolayman. Hozirgi kunda qo'limizda 17 xil sirka tanlangan. Hattoki arab xurmo sirkasini ham tanladik. Kimga kerak bo'lsa için arab xurmo sirkasi vazifasi yodga boy bo'lganligi uchun zo'p buqoq kasallarga tavsiya qilyapmiz. Endi ochiq to'g'ri suviga kelganimizda o'sha gijja, jigar serroz, sariq kasal, qon bosimi, qon ketishiga taklif qilamiz bularni. Ochiq to'g'ri ekkamiz pishib qoldi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaversin. Telefon nomerimiz 90 740 50 58. Murojaat qilaveringlar. Namanganda sirka kerak bo'lsa sizni uchrashamiz. Uchrashuv qanaqa sirka kerak bo'lsa, o'zim tanlaganman 100% tabiiy sirka beramiz. Ochiq to'g'ridan pishib qoldi. Agar holani suvini ichaman dena, holani to'g'rini o'zini beramiz, xudo xolasa. Sotib kira qolmasa, uni tavsiyalarini hammasini tushuntiramiz, ichi berilganda ichish tartib qog'ozini, nimaga do'rligi qog'ozini beriladi qo'llarga. Kecha Andijon tabibini ham jo'natdim bilan oldiga. Sirka kerak dedilar. Mana karvon. Kecha Qatanjondan bir kishi keldi, ochiq to'g'ri suvi deyishdi, berib oldim. Foydalanish. Azizlar, ochiq to'g'ri suvi sirka bo'yicha mutaxassis Karvon tabib deymiz bu akamizni. Hoji aka doimo bir to'g'ri maslahatlar bilan, jaydari, dangal maslahatlar bilan juda ko'p bemorlarning tuzalishiga sabab bo'lgan
xalq mehrini qozongan otaxonlaridan birlari bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Obodda. Endi siz ham endi gapirmasangiz bo'lmaydi, hoji aka. Assalomu alaykum. Qisqarib olsangiz. Hurmatli birodarlar. Aka qisqarib. Orqasidan qisqaradigan bo'lsa. Bo'ldi mana. Tabobatda sariq kasal, jigar, mana shu oyoq singan, bel singan, prostata bezmaslik kasalsa, shularga dorini beramiz biz. O'zingiz tanishtirmadingiz? Meni atim Abdulvoqi Akbar Xo'jayev. Telefon nomerim 91lik 292 8028. Namangan shahrida faoliyat qilasiz. Namangan shahridan faoliyat qilaman. Nima xizmat, nima kamchilik bo'lsa kelsangiz yordam qilamiz. Shu videoga gapirib o'rganmagansizlar-da. Faqat davolaysizlar. Baraka topinglar. Chunki hali gap bilguncha Nima kamchilik degan bo'lsa, ishlar sizlarga xudo xolasa. Rahmat, salomat. E'tiborlar. Ko'plari Arboqiga beringlar. endi mana Tuya suti haqida. bunda qisqaradigani bor ham dog'. Siz ham gapirasizmi? Hop azizlar, endi bu odamni ham ko'pchilik taniydi. Mashhur o'sha tuya fermer xo'jaligi bilan mashhur bo'lgan. Tuya boqibgina qolmasdan uni sutini nimaga doraligi to'g'risida broshyuralarini chiqarib va boshqa tabobat yo'nalishida bitta o'zlari emas, oilaviy o'g'illari va ayollari bilan birgalikda, chunki ayol bemorlarga juda ham bir ko'p foydalar tekkan Matlub opamiz borlar. Shu ayollari bilan birgalikda xalq xizmatini qilayotgan Orifxon akamiz borlar. Endi Orifxon aka, siz ham bir yo'nalishingizni hamma biladi, tuyachiligingizni hamma biladi. Endi baribir qanaqadir odamlarga nasihatingiz, maslahatingiz. Assalomu alaykum. Biz oilamizda bir kishi jiddiy sahr kasali bo'lgani sabab 2011-yilda 3 dona tuya olib kelganmiz. 3 dona ona, 3 dona bola. Agar odamlar shu tuya sutini ichib shifo topmaganida, bir-birini aytib yetaklab kelmaganida biz tuyalar sonini 100 taga yetkazmas edik. Shukr, odamlarga foydamiz tegyapti. Tuyani haqida Qur'onda zikr qilingan, tuyani sutini qaydagi tabib emas, qaydagi professor emas, ikki jahonning sarvari, tabiblarning sultoni Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi vasallam tuyani sutini ichishni jigar kasalligiga ayniqsa buyurganlar. Biz shu tuya suti bilan birga dorivor giyohlar bilan bemorlarga yordam beramiz. Otim Orifjon, telefonimiz 90lik 640 05 01. Kimgadir foydamiz tegsa, biz xursandmiz. Rahmat Orifjon aka. Juda bir sizlarga degan yaxshiliginglardan ko'pchilik bizga ham telefon qilib aytadi. Rahmat. Bitta muomalalarning o'zi ham Sizga ham beram, so'z yo'q. Muomala go'zal, juda ham bir go'zal kutib olishadi, go'zal tushuntirish berishadi dedilar, deyishadi. Shuning uchun tuyalaringizga baraka bersin, ishlaringizga ham baraka. Salomat bo'ling. Endi o'zingiz tanishtirib qo'ying. Atim ha. Hech mikrofonga gapirmagansiz? Yo'q. Ay mikrofon yo'q deb so'rayapti. Assalomu alaykum. Aziz birodarlar. Meni ismim Abdulahad. Mirzo Akbar tabib shogirdiman. Namanganlik. Yaqin mana 8 yil bo'ldi o'sha kishida shogirdman, o'sha kishidan ilm olaman. Hali faoliyat yurg'izganimiz yo'q. O'zimiz oilada, xonadonlarimizda va qandosh-urug'larimizga, hammalarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Tabobat bo'yicha. Tabobat bo'yicha mana. Sizga ham xizmat ko'rsatasin borsak, xalqqa ham Albatta. bu ilmni ziqnalik qilib saqlab bo'lmaydi. O'shanga harakat qilyapmiz endi. Xudo xolasa endi bir ustozni bir nimalar bilan endi bir harakat qilsak inshaalloh bir Sizniki ham shu giyohlar bilan davolash yo'nalishi. giyohlar bilan davolash. Telefon raqamingizni aytib qo'ysangiz mabodo. 93lik 499 4105. Harakat toping aka. Endi sizni agar manzilingizni aytsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Manzilimiz G'alcha qishlog'ida yashayman men. G'alcha qishlog'iga borib, Abdulahad deyilsa hamma taniydi. Abdulahad tabib aka deyilsa hamma taniydi. Taniydi hammasi. Abdulahad tabib akani
biz 10 yildan beri bilamiz. 10 yildan beri shogirdman deb yuradilar. Bizi ba'zida ustoz desalar, hali biz o'zimiz ham shogirdmiz deymiz. Bularning ustozlari Mirzo Akbar albatta bularga o'zimiz tavsiya qilganmiz. Baraka toping, rahmat. Ishni boshlayveraverin deyaptilar, bular tijorat qilib turibdilar. Hoji aka, endi siz ham bir gapiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men tabib Jo'rabek Abdulvahob. Diagnostika davolash bo'yicha maslahatchiman. Ayrim hollarda bir yoshmi kattami davolangandan natija bo'lmasa, har bir kasallikni 3-4 joydan kelib chiqishi, shularni aniqlab meditsina sohasi bo'yichami yo tabibat sohasi bo'yichami maslahat beramiz hamda fizioterapiya, iglioterapiya shular bilan davolashga birinchi yordam qilamiz. Demak, sizda fizioterapiya bo'yicha yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik yaxshi va igna bilan davolashga ham bemalol murojaat qilish mumkin. Diagnostika bo'yicha ham apparaturalarga o'qiganmiz, meditsina sohasi bo'yicha ham tabobat sohasi bo'yicha. Demak, tibbiyot va tabobatni uyg'unlashtirib turib odamlarga manfaatingiz tegib Endi Xudo turgan. xohlasa endi joylarni tayyorlab harakat qilyapmiz, Xudo xohlasa ishni boshlaymiz. Qanaqa qilib murojaat qilishasiz sizga, hoji aka? Telefon nomerimiz 99 391 2703. Ona hayat Obod mahalla. Uni hayotda obod mahalla. O'sha yerda qabul qilasiz. Telefon qilsa bemalol Xudo xohlasa. Baraka toping, rahmat. U akamiz o'tiribdi, eng yoshlariga endi beramizda. Kattalarni gapirtirdik, xohlaganlarini. Mikrofonni bermang aka. Qistar bo'ling. Jondan. Yo, ag'dan. Bo'l. Alvarjonim oliy toifadagi Anvar aka. Anvar aka. Assalomu alaykum. Salom aka degan. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, yo'l ichida eng yoshi manman. 6 yilcha bo'ldi bu gruppaga qo'shilganimga, bu tabobat a'zolariga qo'shilganimdan xursandman. E'tibor bersangiz, hammalari yoshlari katta. Nimaga? Chunki oddiy vrach bo'lish uchun 6 yil, 8 yil o'qiydigan bo'lsa, bular hammalari 20 yil, 30 yil, 40 yildan beri shu sohani o'zlari ustida ishlab, tajriba orttirib yurishgan. Tabib bilan doktorni farqini ozgina qisqacha aytmoqchiman. O'zi tabobat degani bu katta ilm. Ya'ni insonni tuzatish uchun, ya'ni kasalligini davolash uchun bu katta ilm. Shu ilmdan bir tomchisi bizni qilyapgan ishlarimiz. Endi meditsinada juda ham haligi узкий profil deydi. Ya'ni alohida o'zining yo'nalishlari bor, mutaxassislari bor. Lor vrach, nevropatolog, kardiolog, nefrolog, urolog va hokazo. Tabobatda shularning hammasini bitta qilib, shularni uyg'unlashtirib insonga davo berish uchun 5 yil, 6 yil yetmaydi. Shuning uchun bu yerdagilar hammalari yoshlari ulug' ilm bilan shug'ullangan odamlar. Xo'p, endi bizni shu tabobatga qiziqqanimizni bitta yo'nalishimiz ham shu qisqa bitta mutaxassislik. Biz tibbiyot zuligi bilan foydalanamiz. Ya'ni odamlarni davolashda. Bunda o'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Zulig o'zi nima? Bu Parvardigor yaratgan egam hamma narsani o'zi hisob-kitob bilan yaratib qo'ygan. Ayrim o'simliklarni bargida, gulida, ildizida, hayvonlarda, hasharotlarda ham shu insonning kasalligiga davo bo'luvchi narsalarni Parvardigor o'zi yaratib qo'ygan. Biz shuni topib joyida ishlatsak davo bo'laveradi. Shu tibbiyot zuligi bu germafrodit hayvon hisoblanadi. Xo'p, u 400 xil turi bor. Uni hammasi ham davo bo'lavermaydi. O'sha bitta turi bor, xuddi biz asalarini ko'paytiramiz, biz xalqimiz asalarini ko'paytiradi-yu, qovog'ari, sarig'arini emas. Xuddi shuni singari unga ham o'z maxsus turi bor. Tibbiyot zuligi deb tan olingan. Eramizdan oldin shu Firavn davrida ham shu tibbiyot zuligidan foydalanilgan. Uni asosiy qiladigan ishi insonni terisi orqali chaqqanda uni og'zidagi so'lagi organizmga ozgina 5-6 minut vaqt davomida organizmga turkaydi. So'lagin, ya'ni zahrini. Keyin qonni suyultirdi deb u so'rishi boshlaydi.
Yani ikkinchi fazi esa qonni so'raydi. Bizni xalqimizda shunaqangi fikr bor, harom qonni so'raydi. Harom qon bo'lmaydi, insonning o'zi harom emas, qoni ham harom emas. U o'sha quyilib qolgan, qotib qolgan eritrotsitlarni, trombositlarni eritib, shularni Birpas bekitib qo'ysangiz ham mayli, video qilib. shuni o'zi davolaydi. Ishda o'qib qo'ying. Shunga tibbiyot zulugini nima kasalliklarga davo bo'ladi degan savolda bu organizmdagi qon aylanishini birinchi o'rinda yaxshilagani uchun ana shu qonni hamma joyga borishini ta'minlab beradi. Qitillarni ochadi, davleniyani tushiradi, sahrni kamaytiradi, adrenalinni kuchaytiradi, asab tolalarini tarangligini bo'shashtiradi. Uxlamayotgan odamlar yaxshi uxlaydi. Ishtahasi yo'qlar yaxshi ovqatlanadi. Og'rig'i bor, og'rig'i pasayadi. Chunki uni so'lagin tarkibida 100 tadan oshiq fermentlar bor. Gormon emas. Ya'ni u chaqqandan keyin u inson o'rganib qolmaydi. Har safar zuluk chaqtirishga o'rganib qolmaydi. Keyin zulukni ko'pchilik qo'rqqanidan kelmaydi. U qasha chaqqan singari og'riq bo'ladi, xolos. Kimlarga mumkin emas deganda, homiladorlarga mumkin emas, tavsiya etilmaydi. Keyin qon kasalliklariga, gemofiliya, leykoz kasallariga va zulukdan o'ta qo'rquvchilarga qo'yilmaydi. Shu bizni keyin yana igla terapiya bilan shug'ullanamiz. Tibbiyot zulugi va igla terapiya bizni nimamiz, sohamiz. Yashang aka. Mana shu ustozlardan o'rganib turamiz. Demak, hozirgi kunda siz asosan zuluk va igla terapiya orqali xizmat qilib, odamlarga, xalqqa xizmatingizni ko'rsatyapsiz. Qayerga uchrashadi va qanaqa nomerga qo'ng'iroq qilishadi? Biz shu Mashhaddagi sobiq internat shu joyda faoliyat yuritamiz. Xo'p, ya'ni shogirdlarimiz ham bor, ayollar bor. Ayollar ham qo'rqmasdan kelib qo'ydiraverishadi. Telefon. Telefonimiz 91lik 362 67 31. Ha. Demak, ayollar ham murojaat qilishadigan bo'lsa, ayollar uchun alohida ayol tabobat xodimalaringiz bor. Baraka toping, rahmat, yashang. Yana gapiradiganlar bo'lsa, bir gapirsa yaxshi bo'lardi. Ha, bering. Yo, yaxshi. Men mikrofonda chiqaveradi ovoz. Ha, chiqaveradi. Yo, sharasharani o'chiramiz deyishyapti. Shunday go'zallikni o'chirib bo'ladimi? Ha, bahona bilan bir joyi ham bir reklama qilib ketay. Bu joy Namangandagi eski avtovokzal ro'parasidagi nima nomi bu yeri? Abdurahmon ota choyxonasi. Asli yana nima desa, Guliston kafesi desa ham hamma biladi. Rosa salqin joy. Mabodo orada reklama qilib ketib qo'yaveraylik shuni. Xo'p, aka endi siz gapiring. Men Yunusov Anvarjon ruhiy tabobat yo'nalishi bo'yicha kasallarni davolab kelamiz. Ruhiy tabobat. Ruhiy tabobat. Hop. Insondagi jism og'irligi, har xil ruhiy xastaliklarni davolab kelamiz. Xudoga shukr. Allohdan. Aka, men endi eshitishimmi yoki mana ma'lumotim bo'lmagani uchun ruhiy tabobat nima, qanaqa usulda davolanadi? Ya'ni men demak tushunishimcha ruhiy tabobatda giyoh ishlatilmaydimi? Giyoh ishlatilmaydi. Ishlatiladi. Inson qalb ko'zi bilan ko'rgandagina ruhiy muloqot turib yurak xastaligi, ko'z, miya kasalliklarini, hatto insondagi ichki qobiliyat, uchinchi qurish qobiliyatini, hatto giyohlar bilan muloqot qilish, boshqa giyohga bu tomondan ichda jismidagi qayerga ta'sir qilayotgan giyohga ko'ra bilish qobiliyatigacha insonda qobiliyat bor. Demak, buni zamonaviy tilda psixologik tabobat desa, tabobat psixologiyasi desak ham bo'lar ekan-da. Bu juda kamyobga o'xshaydi, chunki men endi eshitishim sizga qanaqa qilib alohida bir siz bilan ko'rsatuv qilishimiz kerak ekan. Bizda bilasizlar, ko'rsatuv qilamiz. Faqatgina tabib bilan emas, balki
tabibdan davo topayotgan va topgan bemorlardan ko'proq ko'rsatuv qilamizki, siz azizlar rosa mehnat qilasizlar, lekin sizlarning mehnatinglarni asosiy ko'rsatib beruvchi, asosiy mehnatinglarni natijasini baho beruvchi bu bemor. To'g'rimi? Hoji aka, to'g'ri aytdimmi? Chunki biz sizlar bilan bir og'iz, bir marta ko'rsatuv qilsak, bemor bilan 10 marta, 20 martalab ham ko'rsatuv qilamizki, bemorlar va tuzalgan bemorlar balki bir ijobiy natijaga ega bo'lganlarini o'zlari gapirib bersa, odamdagi ixlos, tabobatga nisbatan, davolanishga nisbatan ixlos yarim shifoda. Ana shu ixlos bo'lsagina keyin odam shifo topadi. Shu ixlosni orttirishlik uchun albatta bemorlar bilan suhbat qilamiz. Joyingizni aytsangiz, telefon raqamingizni aytsangiz, siz bilan alohida bir ko'rishamiz. Umarxon aka bilan Shamshiko'lda kasallanib davolab turibmiz. Siz ham Shamshiko'ldan? Ha, Umarxon aka bilan. Yo'q. Bularni joylari. Demak, Umarxon akani topsak, sizni topar ekanmiz, ha? Ruhni davolamay turib, jismni davolab bo'lmaydi. Mana manzil aniq bo'ldi. Inshaalloh. Ha, yo'q, o'sha xudo xolisa Umarxon aka bilanlar, chaqiradilar, keling. Shu akadan davolandilar desalar, xudo xolisa boraveramiz. Azizlar, mana suhbatlarimiz juda mazmunli bo'ldi. Ko'p akalarimiz kamtarlik qilib, faqatgina eshitamiz-ku, keyin davolashga kelganda o'zimizga murojaat qilaverasizlar deganday qilib o'tirishdi. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Ko'p gapirib o'rgan bo'lsam, meni doim so'kishadi. "Voy, tabibga ber, tabib gapirsa, sen gapiraverasanmi? Tabib ko'rsatib o'zing gapirasan" deyshadi. Endi mayli, shuning uchun gapirmaganlarning o'rnlariga gapirib qo'ydim. Yana gapiradiganlar bo'lsa bemalol. Alloh taolo umringlarni ziyoda qilsin. Mana shunday davraning to'ri bo'lib, shunaqangi bir chiroyli bir viqor bilan, oppoq soqollaringlar bilan, nurli yuzinglar bilan doimo bizni qalblarimizni xursand qilib, duogo'yimiz bo'lib yuringlar. Ko'pchilik choyxonaga yotib oladi yoki qaridim deydi. Lekin bu odamlar soch soqoli oq bo'lganidan 18 yoshli yigitdan ko'ra kuchliroq odamlar. Chunki bu o'zlari tabibda. Şeyde sadi she'r so'zi bor-da. Hop. Tanang tuproqda yu dil bo'lsa uyg'oq, tirik murda dildan o'sha afzalroq deydi. Tirik murda bu qolmaslik maqsadimiz xolos. Sizni bilaman aka, eng polvoni siz odamlarni. Baraka toping. Salomat bo'ling. Sohiljon akamning ham gaplari bor ekan. Shahrimizda albatta bu jamoatimiz ham tuzganimizga bir 15 yil ham bo'lsa, 15 yildan ko'proq bo'ldi. Mana hamjihat bilan qilyapti. Bizni jamoat tuzishimizdan maqsad bir 100 dan ko'proq tabobat to'g'risida Xitoy, Tibet adabiyoti, o'zimizning Sharq adabiyoti, Ibn Sinoning ustozlari Abubakr Roziydan boshlab to o'zimizga oxiriga nomi chiqqan tabib Bosifon Shoshigacha bo'lgan butun adabiyot yig'ilgan. Nima kamchilik, nima bir-biridan so'roq savol bo'lsa, shularni hammasiga javob berib, yetarlicha miqdorda bularni qondiradigan javoblar beryapti. Ikkinchisi, shu dorivor giyohlar bo'yicha shahrimizda, viloyatimizda kerak bo'lsa bu maqtanchoq emas, respublikamizda yo'q dorivor giyohlarni shu namunasini yig'ganmiz. Mana birodarimiz, mana Orifxon aka, boshqa birodarlarimiz ham o'ylarda shuni ko'paytiryapmiz. Kim mana misol hozir odamlarda ishtiyoq ko'paydi, falon dorivor giyoh kerak bo'ldi desa, marhamat agar murojaat qilinsa, o'sha dorivor giyohlarning hammasi bizda bor, marhamat. Rahmat, baraka topinglar. Hoji aka, endi oxirida so'z oxirida o'zingiz ham bir duo qilib qo'ying. Endi bir og'iz hozir. Xo'p. Yana ulug'larimizning nasihatini aytamiz ilm haqida-da. Endi ilm shunday narsa ekanki, may degani bu ilm. May ichsa gado ham sulton bo'ladi. Tulki ichsa sheru g'arrom bo'ladi. Ya'ni tulki endi chiyilmas ekan, ilmli bo'lsa o'kirar ekan. O'kirar ekan. Qarang. Yosh ichsa qarilik sharafini quchar deylar. Yosh ichsa qarini aqli bino bo'lar ekan. Qari ichsa yoshu chaqqon bo'ladi. Bu yerda o'tirganlar ko'rinishdan qari bo'lgani bilan hammasi ilmli, chaqqon, ashundoq qari. Yo, men qari odam ko'rmadim. Bularni faqatgina qarangda, ajinlar yo'q, faqatgina soch soqolli oqartirilgan, ya'ni yillar davomida soch soqolli shu din g'amida, xalq g'amida oqargan, albatta inshaalloh bu oxiratda nur bo'ladi. Qaniydi hamma insonlarning yuzida nuri bilan
soch soqoli mana shunaqa go'zal oqarib, lekin qalbi yosh turib, ko'zlarida quvonch baribir, haligi mahzunlik yo'q. Juda ham bir zo'r. Bu bularni qari demang, hozir men ketgandan keyin sizni keyin toshbaroq qilishadi. Ha. Bu bizni ustozlarimiz ham gapirdilar. Gaplarni gapirdilar. Siz mana sizlar aytyapsiz, shu gapirasan deydi. Habib quroli gapi bo'ladi. Endi shu gapi bilan davolaydi deysizda. yo'q, habib quroli birinchi gapi ilmi bo'ladi. Bu giyohlarni Alloh yaratgan giyohlar, masalan men chirmoq haqida gapirgan bo'lsam, 10 million narsa bo'ladi. Hammasiga rahmat. O'sha gapirgani uchun, o'shani siz gapirib chiqarganingiz uchun odamlar. Ilm paydo bo'ldi. Bu qadri uni ilmida bu. Bu hasharda giyoh ham bor. Albatta, yaratgan giyohni bilan hamma gapirib qayda olish kerak, qanaqa saqlash kerak, qanaqa ichish kerakligini bizda hamma ham tushunadi. Ilm shunday. Biz undan ko'p gapirganingiz bu yaxshi istadim. Rahmat, baraka topinglar. Rahmat aka. Rahmat. Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin, ilmingizni yana ham manfaatli qilsin. Men sizlardan bu tabobat qurollari 2 bo'lib 2-chi marta olishim. Bir yilda bir martadan olamiz shu narsani. Xudo xolisa tabobat qurollari 25 deganda ham mana shu qatordan xato qilmasdan shogirdlar bilan ko'payishib 25, 30, 40 larni olaylik tabobat qurollari deb. Alloh taolo barchalaringlarni salomat qilsin. Meni ham haqqingizga duo qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon, baraka topinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.